Obunachilar sizlar uchun zo'r lokatsiyada 2 qavatli yarim pulak hovli joyini sotib chiqibdi ekan. Lokatsiyamizga Turan zapravka Ziyat Mag'anni ko'chasi ekan obunachilar. Xullas, ko'chalarning nasib. Bu ham bir paytlarda hozirgina dosh chiqib turibdi. Xullas joyimiz zo'r, ham Mirushodga bor. Yana yashab mekanimiz. Yine joyimizning görünüşü o'ng tarafdan boshlangan kozyoroklar o'zini balkonlarga berimiz ham otizimiz. Bir de garajı bor ekan. Yine trenajör sallanib ketdi bir de. Bu xonamiz o'zini yasham makoni. Xullas obunachilar, joy sifatli karuşdan qurilgan. 100% pishgan karuj. Bu tomonimiz yine ivonchamiz. Bu taraf 4 taraf qurilgan ekan. Yozgi hojatxonam bor ekan xullas. Hem Mirushodga bor, ham bom Olmataram. Yine 16lik o'xshaydi bu. Eng asosiysi obunachilar savol beradi bu. Otiz bormi deb savol beradi. Yine otizimiz. Yine joyimizdan başladık. Bismillahirrahmanirrahim deb. Kozyoroklar demir eshik ekan. Rakoynamiz yine zayipondan qo'yilgan kafel bo'lgan, oboy, patorpamiz egizak. Plastik ekan. Bu yerda prixoshka zonamiz obunachilarimiz. Boramiz egizak yine. Unitazimiz, uyimizda sistema qizdirilgan ayrı kotellar qo'yilib o'tilgan ekan. Radiatorlarimiz suvimizdan hisoblashi shu yerda. İkinci kata çıkalım, lezzetimiz yine. Çap tomon dekorativni o'tilgan hol qismimiz. Общий plasatga 425 metr kvadrat ekan. Trezor zonamiz, radiatorlarimiz yine 15 tane qo'yilib o'tilgan. Spanyamiz yine. Kompleks spanya garniturlar. Jihozlari qoladi, 100% oyoq tegadigan taxta pol, parketni o'tilgan ekan. İşlerimiz yine 120'lik endifişik korona narışlık kullanılan gol svet'te. Aşxonamiz yine aşxonada muşumuzda gaz plitamiz, hava tozalochi, kafellarimiz urilgan yine portlanlar. Birimizda ajoyib yine gol firma 2 kamera xonadonligimiz. Eng yoqadimi bu yerda rakoyna, vanna, 1,5 kirmashin, boiler, mozaika o'xshagan kafellar urilgan ekan. Bog' tomonni ko'zatdik-ki, yevonchani eshikka beramiz. Birinchi qavatdagi xonamiz yine spanya, bu xonamiz, mehmonxonamiz yine. Mehmonxonamizdan keyin to'y tashkil bermagan bemalol udobno desak ham bo'ladi. Patroklarimiz yine MDF'dan artel firmani konditsionerlari, penallar qo'yilgan. Ajoyibundan bir de trezorlarimiz. Joy sotqi emas, endi ayrim sabablari sotiladir. Uyimiz yine ajoyib etib İkinci kat için lisisamiz o'tilgan ekan, qo'l mehnati. Menimizda bir xonamiz bor ekan. Fotoğraflarımız ham niyab ishlab o'tilgan. Endiki navbat bu spanyamiz. Shkafi bor hamda o'sha karavotlar. Bizda yana bir xonamiz. Shunda Общий 5 xonaga narxi $150,000. Lokatsiya Turan zapravka. 88 510 30 aloqa chiqasi. Sog' bo'ling.